Homiladorlikni erta davrlarida nobud bo'lishiga asosiy 3 ta sabab. Uchinchisiga sizlar aniq e'tibor bermagansizlar. Birinchisi homilador ayoldagi o'tkir hamda surunkali urogenital infeksiyalar. Ikkinchisi homilador ayoldagi kuchli anemiya hamda giperkoagulyatsiya, ya'ni qonning quyuq bo'lishi. Uchinchi asosiy sababga esa sizlar aniq e'tibor bermagansizlar. Homiladorlikni ilk davrlarida og'riq qoldiruvchi preparatlarni iste'mol qilish, yallig'lanishga qarshi hamda zamburug'ga qarshi preparatlarni iste'mol qilish, antidepressantlar iste'mol qilish ham aynan homila nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari vitamin A ni miqdorini me'yoridan ortig'i bilan iste'mol qilish ham afsuski homila nobud bo'lishiga olib keladi. Go'zal homilador qizlarimiz, shunday ekan homiladorligingizni ilk davrlarida dori vositalarini faqatgina shifokor nazorati ostida iste'mol qiling va organizmingizdagi har qanday o'zgarishga e'tiborli bo'ling.